Assalomu alaykum, hurmatli xaridorlar, hurmatli bizning kanalimiz a'zolari, hurmatli mijozlar. Bugun 11-iyunni 2025-yil batareyalarimiz bilan tanishtiramiz sizlarni. Avvalgi batareya kilogram 18 kilogram, bahası 110 ming so'm, naq pula skitkada 97.500 so'm etib beramiz. 12.500 so'm, bir paçkada 125 ming so'm qaytib beramiz. Batareya 50 ga 80 alyumin batareya, 3 qanotli, rossiyskiy производствоda chiqqan. Bahası oldingi bahası 750 ming so'm edi. Hozirgi skitka bahası 550 ming so'm. Alyumin batareyalarımız var. Производство Rossiya. Bahası oldingi bahası 60 mingdan edi. Skitka bahası 485 ming so'mga tushgan. 485 ming so'm. 10 santimetrlik batareyalarımız var. 5 skatlı, 5 kanatlı deyiladi. Bahası 90 ming so'm edi. Hozir 82.500 so'mga tushirganmiz. Gelaverasiz naq pula. Uyingizga çay dastlabki xizmat etib berishga harakat qilamiz Xorazm bo'ylab. Bundan tashqari mana rossiyskiy batareyalarimiz var. Farnerli dediler. Bu batareyalarımızdan ham razmerlerini, gerek razmerlerini taşısanızlar, narxini skitka bahada hammasini qo'llangancha qaytib berishga harakat etamiz. Bu adresimiz Xorazm viloyati Shovot tumanida. Mana batareyamizning narxlari bilan tanishdingizlar. Shu elatingizdan, şu rayoningizdagi, shahringizdagi batareyalar bilan solishtirib kelsangizlar, mendan xudo xolasa undan ko'p arzon narxda xarid qilishingizni kafolat beramiz, xudo xolasa.